deyman. Sabab shu. O'ting hoji aka. Assalomu alaykum, o'zingizni tanishtiring. Alaykum assalom. Ismim O'ktamjon, Marhamat tumanidan. Marhamat tumandansiz. Marhamat qayerdansiz? O'qchidan. O'qchidan. Xo'p. Bemorimiz MRT xulosasini men ko'rsataman. L1 L2 dan tortyapti. L1 L2 ko'krak qafasdan 5 6 6 6,5 7 4. 6 da. Ko'ryapsizmi? 6 ta bo'lib ketgan. Men bo'yningizni tushirmagansiz, ya'ni bo'yningizda bor o'zi aslida. Endi jalbalaringizni ayting, nimalar bo'lyapti siz organizmingizda? Beldan ushlayapti, yurgizmay qo'yapti, bel og'rig'i. Endi oyog'im chap oyoq oldindan bo'lgan ekan, bilmagandim. Bel og'rigandan keyin kelibdi sizga. Bir 6 oy bo'ldi oyog'im og'riganiga. Bemorimiz belida 6 ta joyda grija bor. Bel umurtqasida 6 ta joyda. Ko'krak qafasida ham bor-da. Eng kattasi 7 mm. Xo'p, bemorimizda osteoxondroz, spondilyoz, grija, protruziya, staretskiy stenoz. Xo'p. Endi bunday qilamiz. Tortamiz belingizni aka. Qancha bo'ldi buni o'zimni sezib, nima boshlagan? 10 kuncha bo'ldi. 10 kun bo'ldi, lekin o'zi eski kasal. Men ham sezmaganman. Yengil bo'lganda o'sha paytda. Hali beparvolik qilgansiz. O'g'ri yurdi ama unday grija hayolda ham yo'q. Sababi ko'pchilik keladi-da. Mana ko'ryapsizmi, oyog'im og'ridi, grijaligini bilmadim deyapsiz. Oyog'im og'riyapti deb keladi. Grija bo'lib qolgansiz desak, tomografiya yo'q, ishonmaydi. Qo'lida. Sizda mana tomografiya bor, 6 ta grija chiqardi, ishlayapsiz. Bizda o'zbekga shunaqada. Yaqin keling. Yaqin keling. Qiror, yana. Uni biking. Yelkangiz og'riydi. Yaxshi, mayli, yaxshi qo'lasida og'riydi. Endi qani 6 ta grija bilan shashtirmay aka meni. Sababi odamlar bitta, ikkita grija bilan 2-3 etap kelyapti. Ko'rib turib aytdim, aka, hali 3 marta kelasiz men oldimga dedimmi? 6 taligini ko'riblar. Yelkangiz og'riydi. Yaxshi, yarataman. Nima kasb qilgansiz? Buxgalter bo'lganman. Uzoq o'tirgansiz, a? 40 yil o'tirgan. 40 yil o'tirgansiz. Umurtqalardan o'tirib ketganda qirroqqa keladi. Yana. Buni olmagancha bilmas ekansiz-da. Ha, to'g'ri. Uzoqing past. Shuning uchun o'tirib haligi yozni chizish bilan bo'yinga ham kuch keladi-da. Bo'yinda mengishib o'tiradi-yu. Ana shuning uchun bo'yin kasali chevarlarda, o'qituvchilarda, shoferlarda kuzatiladi. Studentlarda hozir yaxshi bo'yinni ham bir yo'lga olyapmiz. Xo'sh, bo'yinni ham bir yo'l apkatga qilib ketyapmiz. Lishini olib tortib. Endi ishlarni teyqalayapti. Bemorimizni bel sohasida 6 ta grija, bo'yin sohasida ham bor yana. Bo'yningizdagi asoratlari qanday bo'ldi aka? Bo'ynimni sezganim yo'q. Ammo bitta qo'lim og'ridi. Ko'ryapsizmi, mana men boya aytdingiz, oyog'im og'ridi, belimda grijam bilmadim deb. Bu ham bitta qo'lingiz og'riyapti, bo'yningizga borib taqaladi-da. Uzoq, qo'lingizni bering. Bo'shking. Hol qo'y. Bo'shking, hol qo'y. Menga bo'shking. Bo'shking. Qamillamaydi. 2 minut qamillamaydi. Eshitdingizmi ovozlarni? Yaxshi? Qo'lim ham og'riyverdi. Shundan ekanda bari. Shunda. Aytayapman, bo'yningiz tomografiya qilsangiz hozir ishonasiz. Yo'qda tomografiyangiz qo'lingizda. O'tiraman deb ko'targanman, nima bo'lib qolgan. Og'rib bergan o'shandan beri og'riyveradi. O'sha sabab bo'lib qolgan. Bo'ldi, almashamiz, kelib yotib olamiz, qog'ozni olasiz. O'ting aka, hop. Yotsangiz, bu tomografiya siznikimi aka? O'zim o'g'lim. Bu. Hop, assalomu alaykum, o'zingizni tanishtiring aka. Mamad Ibragim Borovjon, Farg'onadan.